Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli uzum shinavandalari. Qadrdonlar, bugun 2026-yil 2-iyul sanasi. Biz xudo xolasa o'zimizning xonadondan syomkalar davom ettiramiz. Marg'ilon shahrida xonadonimiz. Pishgan uzumlarni chiqarib boryapmiz, yangi uzum sortlarini. Mana Halloween uzumi, urug'siz kishmish uzum xudo xolasa pishib qoldi. Mana chiroyli bo'ldi. Buni ishqiboz juda ham ko'p. Dona endi o'ta yirik bo'lib ketmaydi buni, lekin kishmish bo'lgan hisobiga buni o'zini g'ayri tabiiy mana vida ko'rinish hisobiga odamlar qiziqadi, uyiga ekkisi keladi mana. Qaranglar. Endi nimasi toqalansa, ba'zi bir toqalangan boshlarida donlari yirik bo'lib ketgan. Mana hozir mana shu holatda juda ham shirin pishdi. Shakarini silab hozir apparatimiz bor, o'lchab ko'ramiz necha holga keldi. Undan tashqari juda erta pishgan Kataloniya va Velyurlar ham ancha shirasi kuchaydi. Mana hozirgi paytda qanaqa holat yetib keldi, sizlar uchun albatta qiziq bo'lsa shakar miqdorini o'lchab beramiz. Xo'p, Halloween Ukrainada smeshniy palchkam deyiladi, ya'ni kulgili barmoqlar. Mana shunaqa deb qayta nomlashgan. Amerika Kaliforniyani navi seleksiyasi mana. Video o'ta ham chiroyli. Ashlar mana toqalangan, qarang mana. Xo'p, bir boshdan qilib chiqqanmiz. Bu 2 bosh mana bu yerda uzilgan joylari bor. Mana mevasini ko'ryapti. Ba'zilari 3 boshgacha qilib tashlaydi. Keyin qaychilaganmiz, qaychilanmasa unaqa mana zich bo'lib ketyapti. Zich bo'lib ketyapti, lekin mana shu holatda ham juda ham chiroyli. Lekin mana qaychilaganlarimiz donlari niq bo'lmasdan o'ta ham yirik bo'lyapti. Endi o'zini holatiga nisbatan mana qiziquvchilar bo'lsa, brokerlar bo'lsa, mana shu uzum sotiladi. Agar kimi nozik xaridorlar bo'lsa, neobычный uzum xolisa, g'ayri tabiiy mana va xolisa Halloween uzum bor. Narxi juda ham qimmat emas. Chiroyli holatda qilib beramiz. Dehqonchilik o'tgan yilgi payvand meva qilaverdim deganlarga mana uzumimizni tagi o'zi baquvvat damskiy uzumi o'tgan yilgi payvand mana. Payvand joyini ko'rsatay. Mana shu yerdan payvand bo'lgan, mana o'ralgan sarafallari ham turibdi. O'tgan yilga o'sgan, mana bu yil hosil beryapti. 1 yil payvand qilasiz, keyingi yildan hosilni olaverasiz. Mana dona yirik bo'lgan joylari ham bor. O'ta ham yirik bo'lgan. Xo'p, mana shunaqa uzum, kishmish. Xo'p, bu uzumdan gektarlab bog' qilish, bir xil mana shu Halloweendan bog' qilish tavsiya qilinmaydi, lekin assortiment uchun eksa bo'ladi. Mana uzumning holati. Bemalol eksa bo'ladi. Mana biz 2 to'plaganmiz, mana shu tupimiz bu yil juda ham zo'r qildi. Buni qalamchalardan ham sotganmiz, juda ko'pchilikka payvand qilishgan. Qiziqarli uzumlardan bittasi. Ishqiboz juda ham ko'p uzumdi. Sizlarga hamma mevasini ko'rsatyapman, ya'ni umumiy sizlarga tushuncha hosil bo'lsin degan maqsadda. Mana. Qaranglar. Rangi to'q, fioletli, to'q binafsh rangi kiradi. Mazasi shirin, karsildoq. Mana mana shu holatda ham hozir bemalol yesa bo'ladi. O'sha rang kirgandan keyin bunga o'zi maza kirar ekan mana. Mana Halloween uzumi. Erta pishadi. Endi juda ham erta emas, o'zi ertaki uzum. Endi mana Lamborghinilar qaranglar. Lamborghinida dona unga nisbatan yirikroq bo'ladi va kech pishar uzumda ham. Mana Lamborghini bu ham urug'siz kishmish. Bu tarafda mana Lamborghinilar. Bular hali xom. Xo'p, mana holatini ko'rsatdim, umumiy holatini sizlarga. Xo'p, sizlar bilan endi hozir shakar miqdorini o'lchab ko'ramiz. Yirikroq donni nima qilamiz? Bu maydalari yana ham shirin chiqadi. Bular erta pishgan, birinchi pishgan, shakar miqdori yuqoriroq chiqadi. Mana mayda donni o'lchab ko'ramiz. Birinchi mayda sizlar uchun. Nimagadir yaxshi qis tonmayapti. Kantak yaxshi tushishi kerak va o'lchaymiz. Hop, kameraga ko'rsataman. 15 juda ham yaxshi hozirgi holatiga. Turgan sari 18-20 gacha chiqadi. 20 dan oshishi ham mumkin, uzoq tursa, endi bu erta pishar. Mana shu holatda ham bemalol sotsa bo'ladi. Shirin mazasi albatta bor.
chap tarafda birinchi ustunga qarasizlar, o'sha 1x ga to'g'ri keladi. 15 1x. Shunaqa holatda bu uzum kimga kerak bo'lsa, brokerlarga ham bemalol aytishlarim mumkin, tanish bilishlar sotiladi mana shu holatda. Va to'y bo'lsa, marosim bo'lsa yoki bozorchilar bo'lsa ham bemalol mana shu holatda chiroyli qilib yashillarga uzib jo'natib beramiz. Dastavka butun O'zbekiston bo'yicha bor. Pochta orqali jo'natib beramiz. BTS pochta orqali. To'lovini oldindan qilib berishaveradi, karta orqali kelishamiz. Ya'ni bu uzumning bitta kamchiligi bor. Bu uzoq vaqt tursa, tepasi agar yaxshi kapalasa turaveradi, lekin bizda ko'rasiz, sal ochilgan. Pishib o'tib ketgandan keyin buni uchlari qurib qoladi. Ya'ni donani qaytishi bor. Dona o'zi yumshoq emas, o'ta ham qattiq emas, lekin o'rtacha qattiqlikda. Vaqt o'tgandan keyin dona yumshab, uchlari qurib qoladi. Shuning uchun mana shu rang kirgan, dona to'lishgan holatda buni sotish kerak. Uzoq muddat buni saqlash qiyin, o'zini tokida bo'lsa ham. Ko'pchilik qiziqayotgan uzumdan bittasi bu etyud. Xo'p, bitta ikki xil holatda parvarish qilganmiz. Shu korecha usulda mana donlarni toqalaganmiz. Qushlar yeyishni boshlabdi, qaranglar. O'sha rang olgan etyudlarimiz. Doni o'ta ham yirik. Hozir bedana tuxumday undan ham yirik turibdi, to'g'risi. Sizlarga haligi o'lchash uchun aytaman. Mana. Endi toqalanmagan varianti ham bor. Mana. Doni undan sal o'rtacharoq pishishi mana rang olyapti. Toqalab qo'yganlarimiz o'sha rang olib bo'ldi. Qushlar yebdi. Endi varankalab qo'yishimiz kerak. Xo'p. Mana ikki tubda bittasi toqalaganmiz va bitta chiqqanini mana toqalamasdan qo'yganmiz. Ya'ni o'zini holatida qanaqa holatda bo'ladi, mana va toqalasak qanaqa bo'ladi. Bu yerda ham narigisi toqalanmagan, bunisi mana toqalangan. Mana bunday toqalab qo'yganmiz qiziqishga va dona o'ta yirik bo'lib ketgan. Bu bedana tuxumdan ham hozir yirik turibdi dona. Pishishiga bor, rang olish jarayonida va boshlari juda ham katta bo'lib ketar ekan mana. Boshlari juda ham katta bo'lib ketadi. Bu pishganda hali menimcha doni o'ta ham yirik bo'lib ketadi mana. Yonidagi mana damiski uzumlarimiz. Juda cho'zilmay ham qoldi damiskilarni. Solishtirish uchun bemalol solishtirishim mumkin. Bitta mana yana etyud uzumimiz. Xo'p, ko'pchilik kindigi bo'ladi deyapti. Bizda o'tgan yil kindik chiqargan edi. O'zi o'tgan yilgi payman nishonlanadi, kindik bordi. Bu yil nimagadir kindigi yo'q. Lekin mana shu holatni ko'ringlar. Umuman tegilmagan, boshi qisqartirilmagan, shunday qo'yilgan. Mana boshlari, mana qarang, mana 40 santimetrlik uzun boshlar bo'lib ketgan. Donku gugurt quti bilan barobar turibdi mana shu donlar. O'ta ham yirik bo'lib ketgan. Ko'z bilan ko'rsangiz juda ham zo'r. Mana bunaqa shingilchalarni qilib tashlagan. Bular umuman tegilmagan mana. Xo'p, ma'lumot uchun etyud uzumi Ukrainani seleksiyasi kindigi ham bo'ladi, ba'zan bo'lmasligi ham mumkin. Mana bu yil chiqmayapti. Urug'li uzum. Buni asosiy fishkasi, asosiy ahamiyat beradigan belgisi osildorligi zo'r, doni o'ta ham qattiq, qop-qora bo'lib, tim qora bo'ladi. Doni o'ta ham qattiqligi zo'r, saqlamaga, ya'ni Mercedes uzumini o'rniga bemalol bog' qilib gektarlab eksa bo'ladi. Saqlamaga juda ham qattiq. Saqlaganda doni so'lib qolmaydi. Bandi ham o'ta ham qattiq, o'sishi ham juda ham kuchli o'sadi. Mana 3 shoxini qaranglar, mana ketgan. Oho, yaqacha ketgan. Shunaqa uzum. Bu hali pishmagan, shakarini hozir o'lcha olmaymiz. Va bitta yana qiziqarli sortlardan bittasi Zeus deb nomlanadi. O'tgan yil payvand qilganmiz. Bu yil mana birinchi hosillari. Toklarimizga kasallik tushdi. Bu yil nimagadir kasallik ko'p. Vaqtida dorisini sepolmay qoldik. O'shaning uchun barglari, shoxlari shuncha yaxshi emas, shuni hisobiga mevalari ham o'ta ham yirik emas. Mevasi 5-6 sm gacha yirik bo'lib ketadi. Bu ham o'ta ham qattiq uzum. Mana o'sha bu ham pishga kelib qoldi. Mana. Zeus. Buni ham ko'paytirish kerak. Bu ham istiqbolli navlardan bittasi. Mana donlari o'ta yirik bo'lib ketgan mana yoshda. Bu qip-qizil bo'lib ketadi. Juda ham vidi chiroyli, xaridorgir. Xo'p, mana 30-may sanasida rang olishni boshlagan, may oyining oxiridan rang olishni boshlab, 25-iyun sanasiga to'liq pishib yetilgan Kataloniya uzumi. Bu ham o'tgan yilgi payvand. Mana qarang, rangi juda ham to'qlashib ketibdimi? Mana bu tarafda ham bor. Hozir o'tib ko'rsataman yaqindan. Xo'p, buni shakarini o'lchab ko'ramiz. Qaranglar, doni yirik. Mana o'ta ham qattiq. Xo'p, ba'zi akalarimiz buni nordon ta'mi ketmaydi deshgan edi. Hozir sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Video cho'zilib ketyapti, ayb kelib yurmaysizlar. Albatta sizlar uchun qiziqarli bo'lyapti degan umiddaman.
Doni tim qora, to'q bardovoy bo'lib ketgan. Akani sizlar bilan ko'ramiz mana. Ana yopildi. Qo'yganini yeb ko'ramiz qani. Bismillah. Juda ham shirin bo'lib ketibdi. Mana endi ko'ramiz qani. Kadrni uzmasdan живой ko'rsataman. 15 chiqyapti. 15 chiqyapti. Yoz bitta artib boshqa donani ko'ramiz. Narigi tarafdagi donlardan bitta ko'ramiz. Bunda ham 15 chiqsa, demak shu ekan pishgan vaqt. Bu tarafdagi boshlariga o'tdik qani. Bir qo'lda telefon, bir qo'lda mana refraktometr. Bitta laykni bosib qo'yasizlar, ham shuncha mehnatga sizlar uchun qiziquvchi ko'rsatyapman. Yopdik, qo'yganini yeb ko'ramiz. Qani ketdik. 15 chiqyapti. Shakar miqdori 15-16. 2-iyul sanasiga 30-mayda oxirida rang olish boshlagan, 20-25-ga to'liq pishdi. 2-iyul sanasiga 15-16. Demak, shakari o'ta ham yuqori bo'lib ketmaydi, lekin yeganda hozir shirin mazasi bor odam, shirin ekan deb bitta bir boshini, masalan, bir boshini uzib oxirigacha yeb qo'ya oladi. Mana. Halloween uzumini olmoqchi bo'lganlarga mana shu uzumlarni ham sotib yuboramiz. Hop, boshini kattaligi urug'li uzum, chilligi uzum, boshini kattaligi o'ta yirik emas, 300-400 gram atrofida bo'lgan. 800 gram 1 kilogacha borishi mumkin. Endi bu yil birinchi hosili bu rivojlangan sari, menimcha Xudo xolasa, quvvati kuchaygan sari yirik boshlar, doni bundan ham yirik bo'lishi mumkin. Xo'p, bu tarafda mana ko'chatlarimiz, avatar bilan manikür finger ekilgan betga mana podplyonka sizlaringda bor. Ko'chatlarning holati juda ham zo'r ketyapti. Hop, narigi taraflarimiz yarim metrdan oshdi. Dadallik bilan ketyapti. Toqalab tepaga ip bilan boylab qo'yganmiz. Bu taraflar boylanmadi. Bu yerda nimagadir ko'chat yaxshi o'smadi. Tuproqda qanaqadir yetishmovchilik bo'ldi mana. Lekin manikür fingerimiz mana shunday ajratsalar ham bo'ladi. Ashlar manikür finger o'ta ham zo'r ketdi, lekin avatarlarimiz uncha zo'r ketmadi. Avatardan ko'ra manikür fingerda avji kuchliroq ekan. Xo'p, koberga payvand qilingan mana. Mana payvand joyi. Mana payvand joyi, tagi kober 5 bu tepasi vilur uzumi. O'tgan yil payvand qilingan, o'tgan yil o'sgan, mana bu yil 1-2 bosh nishona bergan. Uzib yishgan ham. Bitta mana qushlar yapti. Mana aylar mana. Shirin uzum pishgani uchun mana qushlar yeb tashlashgan. Xo'p, donini yirikligi mana bu yerdan tuxumdek bo'lib qoldi. Eng yirigi, endi hammasi emas. Bu yerda to'qlashgan vilurimizni mana bu yil birinchi hosili, keyingiga Xudo xolasa yana ham zo'r bo'ladi. Bu ham koberga payvand bo'lgan mana shu joydan. Dek ko'rsatay mana koberga payvand bo'lgan. Xo'p, buni ham endi sizlar bilan живой o'lchab beramiz, qani. 12-13 ga qarab ketyapti. Lekin shirin mazasi bor. Bemalol sotsa bo'ladi. Bir ikki unaqa yuqori bo'lmaydi chilik uzumlarda. O'zi 15-16, 18 chiqib qolsa ham juda ham o'zi yaxshi ko'rsatkich. Mana shu holatda ham yeb ko'rsangiz shirin mazasi bor. Ya'ni odamni nima deydi, yuzini bujmaytirmaydi. Nordonligi yo'q. Mana shu holatda ham shirin. Donlari yirik bo'lib ketaveradi bu uzum. Endi boshini kattaligi unaqa katta bo'lmaydi chilik uzum. Bargi ham mana, bargini kattaligi ham shunaqa. Bargi ham o'ta yirik emas. Shunga mutanosib 500-700 gram 1 kilogacha bo'lishi mumkin. Mana avatarlarimiz rang olishda boshlagan Xudo xolasa. Xo'p, bu yerda endi vilurimiz ko'proq joyi bor. Bu dona maydaroq bo'lib qolgan. Shoxini ko'proq qo'yganmiz, novdasini. Mana. Ko'proq meva qilgan. Mana umumiy holat. Rangi juda ham zo'r, xaridorni nima deydi? Xaridorgir jalb qila oladi rangi bilan. Nima shu boshlari 1 kilogacha chiqadi mana. 1 kilo 200 dan chiqib qoladi, doni yirikroq bo'lsa. Endi chilik uzumlarni shoxlatishda o'ziga xos qonun qoidalari bor. Ya'ni bitta uzun shox emas, Xudo xolasa keyin yil qo'yamiz.
bitta 10 kurtagimiz 3 kurtagdan yoki 4 kurtagdan ikkita 3 ta qo'ysa bo'ladi. O'shanda kaltakda qo'yilgan novdani kaltakligi hisobiga mevalar yirikroq bo'lar ekan. Buni xudo xolasa endi keyingi yil batafsil tushuntiramiz. Shunaqa ma'lumotlar, salomat bo'linglar. Xo'p, bu Villyuzmidan ko'chatam qalamcha xudo xolasa kuzga bo'ladi. Kataloniyadan hozircha qalamcha ko'chat yo'q. Va Halloween uzumidan xudo xolasa ko'chat va qalamchalari albatta kuz oylarida mavjud bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar, salomat bo'linglar. Bu uzumni kim olmoqchi bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar. Qushlar yemasin, arzon narxda berib yuboramiz. O'zi ozgina.